Assalomu alaykum qadrli Diplomaster kuzatuvchilari. O'tgan videoyimizda bu katyonimizni narxlari bilan tanishtirgan edik. Bu videoyimizda bu katyonimizning qolgan katyonlardan afzalligi va qulayliklarini tanishtirmoqchimiz. Qolgan katyonlardan qulayligi bu katyonimiz aqlli katyon deyiladi. Ventilator, termodatchik bilan jihozlangan. Oldidan zapravka qilinadi. Bitta zapravkasi bilan 10 soatdan 15 soatgacha yonadi. Bitta zapravkasiga 28 kilodan 31 kilogacha ko'mir sig'adi. Ko'mirning katta kichikligiga qarab 100 kvadratdan 150 kvadrat joylarga tavsiya etaveramiz bu katyonimizni. O'sha 100 kvadratdan 150 kvadrat joylarga 10 soatdan 15 soatgacha yonib beradi. Uylarda teploizolyatsiyasiga qarab, tashqi haroratga qarab shu soatlar orasida yonadi. Bu katyonimizda yana afzalliklaridan bittasi termodatchikda graduslari bor. Kimga qanaqa gradus kerak bo'lsa, 30 gradus, 40, 45, 50, 60 gradus. Kim qanaqa gradusni xohlasa shu gradusga qo'yadi. Katyonimiz shu gradusda bir xil ushlab berib turadi. 60 gradusga tushirib ham bormaydi, ko'tarib ham bormaydi. Tozalashlari ham juda qulay. Tagi qismidan olinadi, tozalanadi. Yana ustidan zapravka qilinaveradi. Orqa dimoxodlari to'lganda ham tozalashlarini juda qulay qilganmiz. Dimoxodni olish shart emas. Tagini ochiladigan qilganmiz. Tagini yayga boltlardan bo'shatiladi-da, tepadan tozalasa pastiga tushib ketaveradi. Katyonimiz vexniy garina deyiladi. Tepadan pastga yonuvchi katyon deyiladi. Zapravkani qilib turib katyonga hech qanaqa oldingi katyonlarga o'xshab tagidan o't yoqilmaydi. Ko'mirni zapravka qilasizlarda ustki qismidan o't yoqiladi. Ustdan yonganligi uchun katyonimiz o'sha uzoq muddat yonib beradi. Hadeb qarashlikda nima majburiyati yo'q bu katyonimizda. Bitta zapravkasi bilan 10 soatdan 15 soatgacha yonaveradi. Katyonimiz juda ko'p e'tibor talab qilmaydi. Bir kunda 2 mahal qarasalaring yetadi. Deylik, ertalab 7 da bitta zapravka qilib qo'ysalaring, eng kamida kechqurun yana bir marta 7 da qarab qo'yasizlar. Eng zo'ri, eng afzali kechqurun turib bu katyonimizga qaramaysizlar. Kechqurun 6-7 larda bitta zapravka qilib qo'yasizlar, ertalab turib yana 7-8 larda bitta qarab qo'ysalaring yetadi. Katyonimiz yangi qora горячий listlarda bo'lgan. Listining qalinligi 3li listda bo'ladi. Lazerda kesiladi. E'tibor bersalaring, mana burchaklari imkon qadar buksa bo'ladigan joylarni lista giflarda bukib, choklarini kamaytirib umrini uzoqroq qilishga harakat qilganmiz. Tent bilan ham jihozlangan.